Hech qaysi ayol bir kun kelib ajrashaman deb turmushga chiqmaydi. Hech qaysi ayol uyimni buzaman degan niyatda turmushga chiqmaydi. Ayol imkon boricha kutadi, sabr qiladi, kutadi, eslatadi, yana umid qiladi, unaqasiga yalinib ko'radi, janjal qilib ko'radi. Oxirgi umidlari uzilgandan keyin bu odamdan butunlay ko'ngli sovib, hafsalasi pir bo'lgandan keyin ketadi. Nimagadir bizda doim ayollarni aytadi. Vaholanki ayol bolasi haqida ko'proq o'ylaydi erkakdan ko'ra. Erkak oila buzilgandan keyin bolasiga ham qaramay qo'yadiganlar bor, lekin ayol har doim bolasini o'ylaydi. Bolasini olib qoladigan, o'qishga boradigan, qaltirab oyoqqa turgizgan ayol bo'ladi. Turmush buzilgandan keyin ham erkak ketadi, boshqasiga uylanib ketadi ko'p holatlarda. Lekin ayol hech qachon bolasini tashlab qo'ymaydi. Endi o'ylab ko'ring, bolasini shunchalik yaxshi ko'radigan, bolasi uchun shunchalik qayg'uradigan ayol nahotki oilam buzilsin desa, yo'q, uni bunga majbur qiladi erkak. Oilani boshqara olmaydi erkak, mas'uliyatsizlik qiladi erkak. Mana shunaqa.